Tövendeki misalda men mush tor bekatlardagi impesen qo'yg'ishlarni qandoq loyihalash haqida bir kichik misol ishlayman. Buni albatta UI loyihasi deymiz. Men buni tor bekatlarda qo'llansaqmi, biroq oxir ko'rinishiga mush loyiha jarayonida o'zga chiqsin uchun navbatdagi mavu quloqliqninki so'rtni olib qo'ydim. Ondan keyin yana bir kichik so'rat olib qo'ydim mayaga. Buni mush impesen qo'yg'ishninki to'q so'rt qilmen deb oldim. Unda bo'lsa boshlaydi. O'xshashlar men faylning ichidagi new'dan yangidan bir hujjat qurdim. Buning kengligi 779, egizlik 459, aniqlik darajasi 72 piksel, rang qanli RGB, oq ko'rinish oq rang bo'lgan. Ochgandan keyin men buningga navbatdagi rasmni oq ko'rinish qilib epiraman. Bu rasmni endi o'chirib olsak bo'ladi. Ctrl T ni bosib rasmni oq ko'rinishga to'ldirib ekelaman. Ondan keyin filtrning ichidan g'uvalashtirish unimi qo'shaman. G'uvalashtirish unimi deb buni muvofiq holatda g'uvalashtiraman. Buningga boshqacha bir alohida tangshib bersak ham bo'ladi. Mushkul holatda tangshalsin, g'uvalashtirish unimi qo'shdim. Ondan keyin yo'l quraldiki tiktok bilan shaklsiz quraldan foydalanib bir dona shaklsizmi oldim. Buningki 4 yil tarafidan 5 px qiymatida aylanma hosil qilaman. Buningki ishga to'ldirilgan rangni oq rang emasdan tadrijiy o'zgarishcha rang oldim. Ondan keyin qora rangni sap oq rang qildim. Bu tarafdagi oq rangni biroz suslashtirib qo'yay. Albatta buningki ko'ptirim chiqarilishi yoki o'yman holati chiqarilishi. Odatda petanqa yoki ko'pinki deb qo'yamiz-ku. Yani şu oyman yoki ko'ptirim holat chiqarishi qarab biz buning shaklini o'zgartirsak bo'ldi. Yani ikki rangning qiymatini hozir o'yman oldida men buni agar ko'pinki qilabilsam ma'qul holat olsam bo'ldi. Biroz ko'pkan holat bo'ldi. Olgandan keyin buningga qavatning ichiga kirib bir ko'langi unum beraman. Unum berdim. Ko'langi unum berdim. Ko'langi unumini qora rang vermasdan o'z rangiga yaqinroq rang beraylik. Mushkul holat bo'lsin. Bu rangni berdim. Ondan men bu kichik rasmni ilib, asli bu kichik rasm emas, nihoyat cho'ng rasm. Men buni kichik holatga kelmay hozir. Rasmni aniq ko'rsin deb boshqa qilib qo'ydim. Buni 115 qilaylik. 115 113 olsun. Dem olganning yoqi buni mayaga olaman. Asam menda cho'nglikdagi rasm bo'ldi ekan. Mana emaildan qoldirdim. Biroz kichikirtaylik. Yana mazroq kichikirtay. Bu holatda mayaga oldim. Yani bu yerga navbatdagi impesen vujudninki shakl chiqsin deylik. Buningga mousening o'ng knopkasini chekib, ozroq unum beraman. Yani sirtqa bir girbak bekitay. Girbak bek cho'ng bo'lib ketmasin, bir px bo'lsin. Bir qiynaqmi bo'lib ketmasin, muvofiq holat qilib, buningki upsaytini tangshidim. Shu holatda oldim. Bu rasmni muvofiq tangshib bo'lgandan keyin men bu rasmni mayan tarafiga kelib qo'yay. Chunki qo'yg'ishninki ko'pincha bu tarafdan mangdiganligi bizga Microsoft shu xil qo'yg'ishni ijod qilgandan boshlab kallamizga singib ketgan bir narsa. Albatta o'ngdan so'lga mangdisak bo'ladi, ammo programmada odatda sol tarafdan o'ngga qarab mangdiganligi uchun surgich mushkullar deb qo'yib turdim. Ondan keyin bir dona bo'lgich sizig'i olaman. Bu bo'lgich sizig'ini mouse siziq sizish quroldan, ya'ni qalamdan foydalanib olsaqmi yoki mouse qalamdan foydalanib olsaqmi bo'ladi. Po'lat qalamdan foydalanib oldim. Orliqqa bir nuqta urdim. Shift knopkasini bosib turib Ağırlıqqa yana bir nokta oldu. Ondan keyin buning siziqninki rangini masalatdagi rangi oldim. Ichki to'ldirilgan rang olmaymiz, albatta siziq bo'lganligi uchun buni oldim. Bu yerga bir dona bo'lgich siziq chiqdi. Ondan shaklsiz qurolning ichiga kirib, buningdan chambar shaklli shaklsizma deganni ilib, shift knopkasini bosib turib, cho'nglikda bir chambar sizdim. Chambar sizgandan keyin buning ichiga to'ldirilgan rangni muvofiqroq rang olay. Ma'qul rangda olsam bo'ldi ekan. Bu xil rangda oldim. Ondan buni muvofiq o'ringa yo'tkayman. Yo'tkab bo'lganning yoqi yana shu yo'l qurolining ichidan shakl tanlash qurolining ichiga kirib, bu xil shaklni tanlayman. Shift knopkasini bosib turib, bir dona 3 bulan shaklini sizman. Ham 3 bulan shaklini sizib, ichiga to'ldirilgan rangni oq rang tanladim. Tanlab, ondan keyin bu sizilgan shaklni bu yerga eklab o'tirib o'rlashtirib beraman. Biroz cho'ngaytay. Cho'ngaytib, buni Ctrl T bilan biroz kichikiltim ma'ni. Chizimlashtirdim. Ondan keyin o'rinni muvofiq tangshayman. Bu shaklda bo'lsin. Ondan yana shu shaklsiz qurolning ichiga kirib, keyingi birsi. Buning ichiga to'ldirilgan rangni sal-pal susroq qilib oldim. Ma'qul rangda olaylik. Oq rang qilib olsak yaxshi chiqmaydi.
Ondan buni o'rnini muqim bir yerga tangshayman. Keldi. Qavatga kirib, navbatga mushu turini tanlab knopka taqsidan Ctrl G ni bassam bir nusxa ko'paytadi. Ko'paytgandan keyin buni bu tarafga o'tkazma. Ondan keyin knopka taqsidan Ctrl T ni bosib, shakl o'zgartirish holatiga chiqqandan yoq ramkani bosib, mousening o'ng knopkasini chekib, buni yana bir tarafga o'rayman. O'rsam bu xil shakl shakllandi. Qarasam bir MP3 qo'ygichning shakli chiqdi. Men bunidan mau 3 dona 4 dona narsani tanlab sal o'rnini tangshay egizga chiqibdi mau. Buningki qo'yilayotganlikning shakli chiqish kerakda. Shunga buningga TikTok bilan shakldagi bir shaklsiz Qur'on tanlayman yoki ma'ni tanlasam bo'ldi. Muvofiq uzunlikda. Aldım. Olgandan keyin buningki ichiga to'ldirilgan rangni biroz sus rangda. Oq rangdan biroz farqlanib tursin. Berga keldi. Ondan knopka taqsidan mush qavatda mushuni tanlab turib knopka taqsidan Ctrl G ni bosib, bir nusxa ko'paytib, ondan Ctrl T ni bosib, buni biroz kichikiltdim. Kichiklatgandan keyin ondan ichiga to'ldirilgan rangni bu xil rangga olaman. Ondan text qurolni ilib, bu yerga Uyg'urcha insonlik deb bir xat kirgizdim. Xatning razmerini biroz kichikiltay, taxminan 11 bo'lsin. Xatningki rangini biroz olay, ma'qul rangda bo'lsin. Jazmlashtirdim. Xatni tanlab berga keldim. 25 da 15 bo'lsin. Hamda xatning nusxasini o'zgartay, o'zgarsam arabchadan boshqa o'zgardi. Buni ekilib, menga qo'yib qo'ying. Ondan keyin mushni bir nusxa ko'paytib, bu yerga kelib 49 da 55 qilib qo'yay. Ondan bu xatni insonlik degan xatni biroz ustiga suray, yadroq bo'lsin. Shuni bilan bizningki mush MP3 vujudini qo'ydigan qo'yg'ichimiz bitgan bo'ladi.